Qahhorov aka. Sardor Qahhorov. Remen taqqanligim uchun mana bu yerda kamera bor. Kameradan o'tayotganda ham mana remen bilanman. Oq futbolkadaman. Mana bu yerda registratorda ko'rsatadi. Remen agar taqmagan bo'lsa pipillaydi deydi. Siz bu holat kecha 14-avgust kechasi kechki payt soat 6larda bo'lgan bu voqea. Inspektor hamda mening o'g'lim Karim Abdurahmon o'rtasida bo'lib o'tgan. Bugun bizani ichki ishlar idorasiga bu yerga taklif qilishdi. Bu yerda bir profilaktik suhbat o'tkazildi. To'liq hamma ochiq qolgan savollar hammasi bir-birimiz bilan muhokama qilindi. Ularga hech qanaqa e'tirozimiz yo'q. Hamma e'tirozli bo'lishi mumkin bo'lgan, kelib chiqishi mumkin bo'lgan tochkalar hammasi gaplashildi. Aytib, bunaqa vaziyatda, bunaqa sharoitda bo'lmaydi degan umiddamiz. Siz ijtimoiy tarmoqqa videolarga joylaganingiz bo'yicha bu noto'g'riligi, ya'ni buni orqasidan boshqa kuzatuvchilarimiz ayni holatni tagiga yetmasdan turib salbiy fikrlar bildirishiga sababchi bo'lib qoldingiz. Bu holat bo'yicha qanday suhbat o'tkazildi? Shunaqa holat bo'lganda to'liqligicha vaziyatni o'rgangan holda qo'yish kerak edi. Bu yerda ozgina asabiylashish degan narsa bo'ldi. tushunmovchilik bo'lganligini oxiri bilganimizdan keyin yoki ichki ishlar idorasiga taklif qilib, profilaktik suhbat o'tkazilgandan keyin, ikkala tomon ham ijobiy hal bo'lgandan keyin ijtimoiy tarmoqqa ichki ishlar organlari xodimlarini xatti-harakati yoki shu tizimni nufuziga dog' tushirishi mumkin bo'lgan video lavhalarni bilib bilmasdan ortiqcha hissiyotlarga, emotsiyalarga berilib ijtimoiy tarmoqqa joylash mumkin emas. Ya'ni salbiy fikrlar bildirilishi oqibatida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 195-prim 2 moddasi bilan, ya'ni ma'muriy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi yoki 50 baravarigacha jarima jazosi tayinlanishi mumkin.